qilib yigitim qizlaylik ketib qolmaydimi? Joyini kesib tashinglar faqat. Bir oyda tashqi ko'rinishingizga nechta расход qilasiz? Pulingiz yetmaydi, so'ramay qo'yavering. Я не зарабатываю, но трачу много достаточно. 1,5. Даже undan ham ko'p ketsa kerak. 500,000 dollar bo'lsa kerak. Erkak kishiga qanaqadir sovg'a bergansiz? Sovg'a bermayman. Ular berishadi. Это было достаточно давно. Какой-то аромат от Armani. Odamgilarga Chanel Blue bermadi hech kimga. Erkaklarning atiri. Bitta baholaychi shuni. Men xuddi unaqa nima qo'shib qo'ygansizlar bunga? Ого, мне нравится. Vau. Arziydimi kimgadir sovg'a qilishga? Arziydi. Nech pul baholagan bo'lardingiz? 200-300 dollar bo'lsa kerak. От 500 долларов. 200 bormi? 200 dollar. 300-400 dollar bo'lsa sotib ola olaman bemalol. Partnyoringizdan shunaqa hid kelib turishini xohlaymi deysiz? Ilinib qizlarga deyin. Sevgan insonim yo'q-da. Bunaqa atiri tanlaydigan odamni didi bo'lishi kerak. Ayol kishiga yoqadigan hidmi? Prям yoqadi. Prям точкasiga uradi. Я прям оторваться не могу. Rasmlarga ham gap yo'q. Faqat ehtiyot bo'linglar qizlar. Toshni yigitinglarni yo eringlarni topolmay qolasizlar. Feramon 21 yoshdan kichkinalarga вообще berilmaydi. Louis Vuittonning 5 ta atiri prosta tekinga beriladi. Louis Vuitton Live Inside, Afternoon Swim, Pacific Child, Imagination, Symphonia. Mana shularning hammasini hech qanaqa dokumentlarsiz, boshiga bir so'm pul bermasdan olsangiz bo'ladi. 12 oyga 96 mingdan, 6 oyga 172 ming so'mdan. Telefon nomer, isminglarni yozasizlar. O'zbekiston любой joyiga dastavka ham tekin, bir so'm pul ham olinmaydi.